Yaxshimisilar, to'rdoshlar, yaxshisidinglarmi? Sizlar bilan yana yuz ko'rishdik. Bugungi bizning hikoyamiz mencha nihoyatda yaxshi mazmunli hikoya deb o'yladim. Shuni sizlarga olib keldim. Unda bo'lsa men hikoyamni boshlay. Shu burungi bir zamonlarda shaharlar qabilaga bo'lingan ekanda. Masalan, majurt, ajurt deb deganga o'xshash bunaqa palonchi qabila, bugunchi qabila deb qabila bilan o'zlarininki yurtini ismini ataydigan bir mazgillar. Demak, nihoyatda burungi vaqtlar degan gapda shu vaqtlarninki birisida ma'lum bir qabilada yuz bergan bir voqea ekan bu. Shu qabilada ikki akufga bir kuni bir boshqa bir qabilaninki bir odamini, yani bir yosh bolani ikki qo'ltig'idan qo'ltiqlab shu qabilasininki qozi mahkamasiga boshlab kelibdi. Kelib, qozi alillarning oldiga tashlab debdiki, ey qozi alillari, bu bola, ya'ni bu yigit bizningki dadimizningki jiniga zomin bo'ldi. Dadimizningki o'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Demak, shu dadimizni o'ldirdi. Shuni biz bu odamni sizning oldingizga olib keldik. Bizni rozi qilgudek adil bir dadimizningki qissasini ipagidek holda bir hukm chiqarishingizni xohlaymiz. Ya'ni ularning xohlayotgani bu bolani o'lim jazosiga buyuring degandek bir talab bilan qozining oldiga olib keldi. Olib kelgandan keyin qozi janoblari bu boladan so'rabdi. Bularning degani rostmi? Bu bola debdi, bularning degani rost. Yolg'on yo'q. Haqiqatan bularningki dadasining o'limiga men sababchi bo'ldim. Bo'lgan voqea mundaq debdi. Men safarda edim. Safarda usab ketish sababidan shu sizlarning qabilaning chatroq bir joyga joylashgan bog'ning yanida to'xtadim. Etimni daraxtga bog'lab, o'zim o'stangdan suv ichishga boshladim. Shu jarayonda men suv ichib, yuz-ko'zimni yuvish bilan bo'lib ketib qoldim. Mening etim qo'yilib ketib, ma'lum bir shaxsniki, ya'ni bularning dadasiniki beg'idagi bir meva ko'chatninki mevasini yeyishga boshlabdi. Shuning bilan bu o'zininki beg'idagi mevani bir otning yeb ketib qolganligini ko'rgan bu odam g'azablangan holda qo'liga toshdan birini ilib itimni qartib itibdi. Ham u tosh itimninki naq ming'isiga tekkanlik sababidan bu itim shu yerda jon uzdi deb. Hamda bu ish meningmi g'azabimni keltirdi, chunki bu men mush ot bilan jon boqatdim. Mening bu itimdan boshqa hech qanday boshqa narsam yo'q edi. Shuning bilan menmi g'azablangan vaqtimda g'azablanganligim uchun qo'limga toshdan birini ilib shundoq etishim bilan bu toshmi shu ikki yigitning dadasining beshiga tegib, u odamni joyida jon uzdi. Bo'lgan voqea shu. Tosh etib o'ldirganim rost. Bo'ynimga olaman debdi. Degandan keyin bu qozi janoblari debdiki, undoq bo'lsa men adil hukm chiqaraman. Seni o'lim jazosiga boraymiz. Sen bularning dadasini o'ldirding. Demak, bizning qabilaning odamini o'ldirding. Bizmi mahkamada sana o'lim jazosi bo'ylaymiz deb. Degandan keyin bu boshqa qabilaning bo'lgan bu yigit debdiki, bo'ladi debdi. Bo'ladi, men g'azablangan holda ish oldi-keyinini o'ylashmay turib chiqargan qarorim tufaylidan bir xatolik o'tkazdim. Men bo'ynimga olaman, jazoni qabul qilaman. Lekin meningki o'zimning yurtimda, ya'ni o'zimning qabilamda bir boshqa tiqchilik bir ishim bor. Bu ish nima ish deganda, bir yetimninki dadasi o'lib ketadigan vaqtida menga ma'lum bir mol dunyoni qoldirgan hamda shu yetim cho'ng bo'lgan vaqtida shu mol dunyoni shu yetimga berib qo'yishimni topilgan. Ya'ni bo'ynimda bir omonat bor debdi. Men hozir bu yerda o'lib ketsam, u omonat yetimning qo'liga tegmaydi. Chunki shuning uchun men
yurtimga berib shu ishimni bitirib kelishim kerak. Manga 3 kun vaqt beringlar, men berib shu ishimni bitirib andan keyin qaytib kelay. Degandan keyin qozi janoblar debdi, boshqa tiqchiligingni haqiqatan tushundim. Lekin bu mumkin emas bir ish. Sen ketib kelmasliging mumkin. Ketib dunyoni aytchon, jirax bir yerga ketib kelsang, biz o vaqtida bu hükümni icra qılanmay qalamiz. Men bu ikki yigitninki davasini amalga oshiramagan bo'laman. Lekin agar mishada sana kepil bo'ladigan bir odam bo'lsa, ya'ni bu balaga men ega, bu kelmasa mana men ega bo'laman deydigan bir odam bo'lsa, kepil bo'lsin, sen berib kel. Shundan bu boshqa qabilning balasi etrafı qarabdı hem de muş insanların arasıdan bir gözüge ısık görüngen bir adam tallaptı hem de. Yani şu kabileden de tallap mana muş adam kepil buludu. Diyendikin bu adam mı hangi kaptı? Birinciden tanımaydı. Bugün görüşü. Şuna bilen qazi soraptı, sen kepil bulamsın dedi. Diyendikin bu adam ben bulayım. Ben kepil bo'laman deb bu yerdagi o'lashgan odamlar hamma hayron qolibdi, go'ng'ir-mo'ng'irlashib ketibdi. Bu sarangmi, bu kepil bo'ldi-ku, bu tonimisa, bu hozir ham kessa 100% kammaydi-ku deb bu yerda nayt ixtiloflar, go'ng'ir-mo'ng'ir paranglar yuz beribdi-da. Bu bala qabila ishidan chiqib ketibdi. Hem de bir yerdeki insanlar hemmisi bu bir kızlık noktaga aylanıptı. Falanchi saranki. Öz tanımaydigan bir adamga kepilib qo'ydi. O 100% kelmaydi o. Deydiki, bu ishqa qoziningmi aqlayranki, qozi ham shu kepil bo'lgan odamni chaqirib so'rabdi, debdi. Sen nimani o'ylayapsan? Sen o kishini tanımasan, o qaytib, o kelmasligi aniq. 99% kelmaydi. Degandan keyin bu odamni o'zim hayron. Shundan bu kun bir kun o'sib, bir kun bu yerdagi kayfiyat jiddilashga boshlaydi ekan, butun odamningki qiziqayotgan ishi mushi bo'ladi ekan. Qiziq nuqta aylandi ekan bu paranglar, insonlar hammasi degan. Voy bu kelmaydi. 100% kelmaydi deydi ekan. 3 kun vaqt to'shidi ekan. To'shib vaqt to'shadigan az bir daqiqalar qolgan vaqtida qabilaning eshigidagi qorovul yugurib kelib, shundoq bir xabarni yetkazgan. Qabiladan bir yosh bola nahaydi kiyimlar toba bosgan, charchagan, chanqigan, ussigan, holsizlashgan holda birisi kiryapti. Qarasa, ash bola kimdi? Şunun bilen insanlar hemmisi hayran qilishibdi. Bu qandaq ahvol? Çünkü 99% adam bunu kelmaydi deganda. Nimish kelmaydi deydi? Çünkü o nimaga keldi bu yerga? O'limga kelyapti bu. Hemmisi hayron qolgandan keyin bu bola qozini oldiga ketdi. Ishimni tugatdim, qaytib keldim degandan keyin qozi so'rabdi. Sen qochib ketish ehtimolliging bor dedi. Kelmesen hayat qilish ehtimolliging bor dedi. Sen nimishqa yenib keldin? Sen nimishqa o'z putang bilan yana yerib charchab, pussab, mushu qaqaschilikda o'z o'limingga yetib kelsan qo degandan keyin bu bola shunday deydi-ki, men bu yerda bu sizlarning qabilanglardan emas deyotganda, men boshqa bir qabila. Demak, men bu yerda o'zim yolg'iz, o'zimgalam kapolatlik qilmayapman. Men o'zimninki butun qabilamninki bir obraz vakili bo'lib, men qabilaga kirib qoldim. Agar men kelmasam, mening qabilamdami 20-30 ming odam bor. Men buningdan keyin har qanday yerda mening qabilamning ismi chiqsa, ular gapi turmaydi. Ular va'dasiga amal qilmaydi degan bir nomni men sababli butun qabilamdagi 20-30 ming odam shu kapkani beshiga kiydi. Shuning uchun men o'zimning
o'zimninglam bir boshqa tirikchiligimni o'ylash emas, qabilamning yuziga dog' keltirmaslik uchun bu yerga keldim degandan shuning bilan qozi kepil bo'lgan odamdan so'raydi. Sen nimishqa kepil bo'lganding? Buning kelishini bilamsan degandan ya men buni tanimayman. Menmi mushu bizning qabilaning insonlarida bir tavakkulchilik, bir yaxshilik qilish, bir mehr shafqat berish degan bir narsaningki bu odamlarda bundaq tavakkulchilik, mehr shafqat berish, ishonch degan bir narsalar yo'q degan parang bo'lmasin deb shu kuni mushu bolaga ishondim, tavakkul qildim. Bu mening umidimni yana qo'ymadi degandan bu gapni anglagan ichki Akufga qoziq deydi. Qozi janoblari biz voz kechdik. Bo'ldi biz tadimizning davosini qilmaymiz degandan qozi deydiki, shu kunning yog'i beshim turib edishdi. Qachon keldi? Qachon o'tiramiz? Qachon keldi? Mana kelibdi. Endi o'ltirsak bo'ladi degandan ya. Bundan keyingi hayotda bizning qabilaning ismi chiqib qolsa, bular bek qonxo'r, bularda unda rahim qilish, kechirish degan narsa yo'q degan bir yomon ataq bo'lmasin, biz kechirdik. Bumi mana o'zining o'limiga o'zi keldi demak, bumi o'zining qilgan ishi o'zi pushaymon. Bo'lib biz kechirdik, biz rahim qildik. Bundan keyingi dunyoning har qaysi joylarida bizning qabilamizning ismi chiqsa, bular bek rahimdir. Ko'ngil insonlar degan parangni taqilish uchun biz voz kechdik deganda. Endi bu bir hikoya hamda bu burungi hikoya. Hamda buningdan biz nimani xulos qilib chiqaramiz degan vaqtida bir inson mayli har qanday bir yerda bir gapni desin, bir ishni qilsin, bir ish harakatda bo'lsin, bu faqat o'zi bilan ketmayotlikda aldi. Bu o'zining qabilasiga o'zi bilgan asosdan bo'lsa ham, bilmasa ham har qanday inson o'zining qabilasiga obraz vakili bo'lib chiqyapti hamda. Masalan, men demoqchi, to'r dunyosida har qanday odamlar o'zining bir qilmishlari bilan to'r dunyosining sahnasiga chiqyapti, lekin sen bilishing kerak, sening bu qilmishing sen bilan ketmaydi. Sening bu insonlarning aqliga yetmaydigan bu badbashir bir qilmishing sen bilan ketmaydi. Sening qabilangning yuziga dog' tegadigan ishda bu. Masalan, hozir to'rt dunyosida o'zimiz ko'ryapmiz. Pul topsamlar bo'ldi deb yo'q kiyib qolganlar bor. Qiziq nuqta aylanib yurak chiqsamlar bo'ldi deb o'zi bir chiroyli qamlashgan turib, ayolchasini, ayollarni ayolchi qilib, ayollarning mijozlarini to'rab, bu sen bilan ketmaydi-da bu ish. Sening qabilangni xato tushundi. Bular asli mundaq insonlar ekan. Shuning uchun va to'g'riga qadam qo'ygan vaqtimizda o'zimizniki mushu qilmishimizniki o'zimizning qabilamizga qandoq yaxshi gap olib kelamdi yoki yomon ko'z qarash olib kelamdi, bundan qattiq diqqat qilmasak, bu ish sen bilan ketsa mayli, qabilangning yuzini to'ksa, buni yana nurg'un xulosa chiqarsak bo'ladi bu hikoyadan, lekin qolgan xulosani do'stlar o'zingizlar qolganlarni o'ylab yetib bilinglar. Bugungi hikoyam shekilli bo'ldi. Rahmat sizlarga.